Bugun N-Medical Center klinikamizda Moskva shahrining yetakchi mutaxassisi, onkomamolog, xirurg Vladimir Vladimirovich Baretnikov konsultatsiyalari bo'lib o'tdi. Konsultatsiyaning asl mohiyati ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarning holatini chuqur o'rganish, ularga aniq tashxis qo'yish va individual davolash rejasini belgilashdan iborat bo'ldi. Здравствуйте, меня зовут Воротников Владимир Владимирович, я врач-онколог, специалист по лечению рака молочной железы, кандидат медицинских наук, заведующий отделением женской репродуктивной системы РЖД медицина Москва. Сегодня я провел консультативный прием в клинике N-Medical. Это современная клиника, в которой есть все виды диагностики, особенно позитронно-эмиссионная компьютерная томография. Это важная часть обследования онкологических пациентов. И, конечно, это удобно пациента просмотреть, сразу направить на это исследование, либо пациент сразу с этим исследованием, что значительно упрощает нашу диагностику и консультативный прием. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning klinikaga. Bugun bizning klinikamizda Moskva shahridan kelgan yetakchi mutaxassisimiz Vladimir Vladimirovich Baretnikov qabullarida bo'ldingiz. Qanaqa sizga yoqdimi? Qanaqa fikr bildirasiz? Assalomu alaykum avvalom. Menga yoqdi. Tajribali doktor ekanlar. Kirib o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Tajribalari juda ham yuqori ekan. Sizlarga rahmat. Sizni ham onkologiya bo'yicha savollar qiynaydimi? Unda quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.